Assalomu alaykum, tinglovchilar. Sizlar bilan bugun ingliz tilida noun, otlarni o'rganamiz. Nouns. What is a noun? Noun deganimiz, ot deganimiz bu o'zi ingliz tilida nimalarga ot deb aytamiz? Ot nimani bildiradi? O'shalarni o'rganib chiqishimiz kerak. A noun is a word that names. Otlar odam, joy, narsa yoki tushunchalarni bildiradi. Masalan, a person, a place, a thing, an idea, teacher, London, laptop, happiness. Ularga misol qilib ayta olamiz. Odam, shaxs, joy, narsa, g'oya, o'qituvchi, London, laptop, bu notebook, happiness bu baxt. Va otning turlarini o'rganib chiqamiz. Types of nouns. There are different kinds of nouns. Otning turli xil turlari bor. Bular common nouns. Birinchi turi turdosh otlar deb aytiladi. Proper nouns atoqli otlar. Countable nouns sanaladigan otlar. Uncountable nouns sanalmaydigan otlar. Abstract nouns mavhum otlar. Collective nouns jamlovchi otlar. Va bularni hozir ko'rib chiqamiz birma-bir. Birinchi turi common nouns, turdosh otlar. Bular umumiy nom bo'lgani uchun kichik harflar bilan yoziladi. Bular umumiy joy nomlarini, birorta bir narsa nomlarini bildirib keladi va ko'pincha kichik harflar bilan yoziladi. A city, a girl, a school, a city, shahar, a girl, qiz, school, maktab. Proper nouns, ikkinchi atoqli otlar muayyan bir narsa yoki shaxsga berilgan maxsus nomlar bo'lib hisoblanadi va ular ko'pincha katta harflar bilan yoziladi. Masalan, for example, Tashkent and Oxford University. Tashkent, Anna, bu ism, Oxford University joy nomi hisoblanadi. Bularni ajralib turadigan jihati ko'pincha katta harflar bilan yoziladi. Countable nouns, bular sanaladigan otlar. Bular bitta, ikkita deb sanasa bo'ladigan otlarga nisbatan sanaladigan otlar deb aytamiz. For example, one book, bitta kitob, two students, ikkita talaba, many apples, ko'p olmalar. Va sanaladigan otlarning birlik va ko'plik formalarida ishlatishimiz mumkin. Uncountable nouns, sanalmaydigan otlar, ko'pincha bular bitta, ikkita deb sanab qolmaydigan, sanamaydigan narsalarga aytiladi va jamlovchi olmashlar bilan birga kelgan paytdagina sanay olamiz ularni. Masalan, water, suv, suyuqlikdan iborat bo'lgani uchun uni bitta, ikkita suv deb ayta olmaymiz. Agar jamlovchi olmash bilan bir stakan suv deb aytsak bo'lishi mumkin. Milk, sut, information, ma'lumot, advice, maslahat. Ingliz tilida ma'lumotni bitta, ikkita deb ayta olmaymiz. And information deya olmaymiz. Advice ni ham xuddi shunday, and advice deb ayta olmaymiz. Chunki ular sanalmaydigan otlarga kiradi. Abstract nouns, mavhum otlar. Mavhum otlar bular ko'pincha hissiyotlarni, bizni g'oyalarimizni, sifatlarimizni bildirib keladi. Masalan, love, happiness, freedom, intelligence. Sevgi, baxt, ozodlik va iqtidor. Collective nouns, jamoatchi otlar. Bular ko'pincha jamoaviy bo'lib keladi. Jamoa bilan aytiladigan otlarga nisbatan aytiladi. Masalan, a team, jamoa, a family, oila, a class, sinf, a group of students, talabalar guruhi. Masalan,
Biz aytgan paytimizda jamoa, futbol jamoasi bo'ladi. U bitta odamdan iborat bo'lmaydi. Kamida ikkita odamdan va uchta odamdan iborat bo'lishi mumkin. Eng kam deganda, masalan, futbol jamoasi 11 ta odamdan iborat bo'ladi. Jamoa deb aytdimmi, bu ko'z oldimizga bitta jamoa keladi. A family, oila, bitta odamdan oila iborat bo'lmaydi. Shuning uchun jamoaviy otlarga nisbatan kollektiv nouns deb ayta olamiz. Endi sizlar bilan tanishib chiqdik otlarni turlari bilan va sizlar bilan ozgina tahlil qilib chiqamiz. Otlarni aniqlab chiqishimiz kerak. Identify the nouns. 4 ta gap berilgan. Biz buni ichidan otni tanlashimiz kerak. The teacher works at university. Buni ichida bizga ot kerak bo'ladi. Birinchi gapning ichida ot qaysi biri bo'ladi? The teacher. Ikkinchi gapda my sister has a beautiful laptop. Mening singlimning chiroyli notebooki bor. Bunda qaysi biri bo'ladi? Sister. Happiness is important in life. Happiness bu yerda ot bo'lib kelyapti. Va there are books on the table. Bu yerda bizga ot books bo'lyapti. Endi bizga bu yerda birlikda va ko'plikda kelishlarini o'rganishimiz kerak. Otlarni sanaladigan otlar birlikda va ko'plikda ishlatila oladi. Masalan, bitta kitob deb boya aytib ketdik. Uni kitoblar deb aytgan paytimizda, talaba, talabalar deb aytgan paytimizda bizdagi o'zbek tilidagi lar qo'shimchasi ingliz tilida s qo'shimchasi hisoblanadi. Masalan, book, books s qo'shimchasi qo'shilish orqali ko'plik yasalyapti. Class, classes. Bu yerda class degan paytimizda ikkita undosh harf kelgani uchun es qo'shimchasi qo'shilyapti va sinf, sinflar bo'lib lar qo'shimchasi qo'shilyapti. Baby, chaqaloq, babies, chaqaloqlar. Bu yerda baby y harfi bilan tugayapti va u i harfiga o'zgarib ketyapti. Endi ingliz tilida otning noaniq turlari bor. Bu yerda some irregular nouns. Otning noto'g'ri turlarini ko'rib chiqishimiz mumkin. Bu yerda some irregular nouns berilgan va noto'g'ri otlar deganimizda bu yerda bizga book, books degan paytimizda s qo'shimchasi qo'shish orqali lar qo'shimchasi yasalgandi. Endi bu yerda hozir bir ko'rib chiqamiz. Unga s qo'shimchasini qo'shish orqali yasalmaydi, butunlay shakli o'zgarib ketadi. Masalan, child, bola, children, bolalar bo'lyapti. Bu yerda childga s qo'shimchasi qo'shish orqali biz bolalar deb yasay olmaymiz, chunki bu noto'g'ri ot hisoblanadi va children bo'lib formasi umuman o'zgarib ketyapti. Man, men. Man deganimiz erkak kishi, men deganimiz erkak kishilar, odamlar deb tarjima qilinyapti. Woman, ayol kishi, women, ayol kishilar. Bu yerda umuman shakli o'zgarib ketyapti otlarni. Endi keyingi nimamiz yana bilishimiz kerak bo'lgani, biz ko'pincha xato qilib qo'yadigan jihatlarga qarab chiqamiz. Boya aytib o'tganimizdek, abstract nounsga kiradigan, mafhum otlarga kiradigan information, advice, traffic degan mafhum otlarimiz bor edi. Ular ko'plik formada kelmaydi va u sanalmaydigan ot hisoblanadi deb aytgandik. Masalan, information. Uni informations deb ayta olmaymiz va an information deb ayta olmaymiz. Some information deyishimiz mumkin, u sanalmaydi. Children, bu yerda noto'g'ri otlar, unga childga s qo'shimchasini qo'sha olmaymiz va u butunlay formasini, shaklini o'zgartirib yuboradi. Masalan, advice, advices deya olmaymiz, some advice deyishimiz mumkin. S qo'shimcha olmaydi va an advice deb ham ayta olmaymiz. Bu yerda endi biz hozir mashqlar ko'rib chiqadigan bo'lsak, exercise number 1, write the type of noun. Biz 5 ta so'z berilgan, shu 5 ta so'zni qaysi ot turiga kirishini
ko'rib chiqishimiz kerak. Masalan, birinchi London. London qaysi ot turiga kiradi? Proper noun. Atoqli otlarga kiradi. Atoqli otlarni qaysi jihati bilan ajrata olishimiz mumkin edi? London katta harf bilan yozilyapti. Bu gapning o'rtasida kelsa ham, gapning izida kelsa ham, oxirida kelsa ham katta harf bilan yozilaveradi. O'shanisidan ajratib olishimiz mumkin edi atoqli otlarni. Va keyingisi water. Water, suv qaysi ot turiga kiradi? Uncountable nouns. Sanalmaydi. Suyuqlikdan iborat bo'lgani uchun sanalmaydigan ot turiga kiradi. Va keyingisi happiness. Happiness qaysi ot turiga kiradi? Mafhum ot turiga kiradi. Happiness sanalmaydigan ot turiga kiradi. Bu yerda hozir uncountable nouns, happiness, buni sanay olmaymiz. Va mafhum ot turiga kiritsak ham bo'ladi. Keyingisi team, collective nouns, abstract nouns. Bu yerda sal xatolik ketibdi. Team collective nounsga kiradi, jamoaviy otlarga kiradi, jamlovchi otlarga kiradi. Apple sanaladigan otlarga kiradi. Buni countable nouns deb aytamiz. Endi bu yerdan biz xato topishimiz kerak. Exercise number 2, correct the mistakes. Ichida otlar bilan bog'liq bo'lgan xatolar ketgan bo'ladi. The first one, she gave me many advices. Advice deganimiz qaysi ot turiga kirishi kerak edi va qayerda xato ketgan bu yerda? She gave me many advices. Chiqamiz. Hozir uni javobini bermagan ekanman, mayli. Og'zaki qilib chiqamiz. She gave me many advices degan paytimizda advice bu sanalmaydigan otga nisbatan sanalmaydigan ot turiga kiradi va uni advices deb ishlata olmaymiz. Ko'plab maslahatlar berdi deb aytgan paytimizda biz uni many advices, many degan olmoshda ham va advice ni iziga s qo'shimchasini ham qo'sha olmaymiz. Bu yerda nima deymiz biz? Advice, s qo'shimcha qo'sha olmaymiz va she gave me some advice deyishimiz mumkin. There are informations. Information bu yerda sanalmaydigan ot hisoblanadi va unga s qo'shimchasi qo'shilmaydi. Va bu yerda zera ko'plikda kelyapti. Artiklni ham ishlata olmaymiz. Information, zera, a lot of information deyishimiz mumkin. A lot of information. Childs are playing outside. The third one. Uchinchisi, bolalar tashqarida o'ynayapti. Bolalar degan so'zni childga s qo'shimchasini qo'sha olmaymiz deb boya aytgandek. Va u qanaqa bo'lib o'zgarib ketadi? Children. Children are playing outside deb aytishimiz mumkin. Endi sizlarga bu yerda vazifalar berib ketishim mumkin. Vazifalar speaking activity. O'zimizda gapirish ko'nikmamizni rivojlantirish uchun sizlarga vazifa beraman. Describe your room or university. Sizni o'zingizni xonangizni yoki bo'lmasam universitetingizda tasvirlab kelish sizlarga vazifa sifatida beriladi va use different types of nouns in your sentences. Siz o'zingizning gaplaringizda ichida hozirgi o'rgangan ot turlarini ichida foydalanishingiz kerak bo'ladi. Va write 10 sentences using proper nouns, abstract nouns, countable nouns, collective nouns. Atoqli otlarni, mafhum otlarni sanaladigan va jamlovchi otlarni ishlatgan holda 10 ta gap tuzib keling. Mana shularni sizlarga vazifa sifatida beraman. Ular javoblari edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ot mavzusida sizlarga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni bera oldim deb o'ylayman. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.